60 milyon sotdingizmi? Bol baraka. Ukamız, bu buqangiz qachon olgandinglar? Ukamiz aka bilan ko'rishamiz. Zarqamos kadroga bayis etaman dedilar. O'sha bo'lsangiz kelishamiz, gaplashamiz dedilar. Buqangiz zo'r aka. Aka, buqangiz rosa boqadigan paytdagi qonlar ham katta ekan. Ayni oz-oz bor. Chiroyli qilib aytmaningiz bilan men qo'lingiz beraman. 64 dan beraman. Aka 64 ming dema. Biz patishiga qiziq. Loyiq buqangiz bir tonna kelsa biz xursand bo'lamiz. Necha oy bo'ldi oyingiz buqangiz aka? Aka, ham so'ramay boqqani, qonni qattiq olib qo'ygan. 58 ming beraman, barakangiz bersin. 58 mingdan rozimisiz? Aka, yaxshi narx bo'ldi. Yo'q. Aka, chiroyli aytib, chiroyli pulni ko'rib, nech bilan berasiz? 62 dan beraman. Sizlarga dedim 62 dan. 62 dema? Yo'q, undan shu. Bundoq qilamiz. Siz 2000 o'tdingiz, ammo unaqa 59 dan beraman, barakangiz 59 mingdanga. 59 boqqani. Aka, mana zo'r gap aytadi. Zo'r mol. Qara, zo'r gap aytib, o'z mashina qilmoqda. Molni galishtayin deysiz-ku. Ha. Bu galishtayin emas, cho'rni piyostri bu. Aka, bu agar boqaman desangiz yana zo'r. Yesa boqamiz, tog'ol. 7 rozim 79 danga. Yo'q. Barakami? Ha? Yo'q, qo'shasiz. Dagar bo'lsam, qilmasam, qilmadi be. 60 ming menga iski kerak emas. 60 mingdan sotdingizmi? Bol baraka. Aka, go'sht markazi doim mijozlash xizmatda hurmatlasizlar hammani.